Jarimaga tortmoqchi bo'lsa, jarimaga tortsin. O'ldirmoqchi bo'lsa, o'ldira qolsin, qutulaylik. Qachongacha qo'rqib yuramiz? Qachongacha ana shularning mardkorchiligini qilamiz? Postdan o'tgan har bir kishidan 2-3 milliondan pul olar ekan. Navbat kutishlar. So'x xalqi oldida shuni aytmoqchimanki, shaxsan men shu darajaga bordimki, ro'zg'orim uchun sotib olishga bir qop un topa olmadim. Un yo'q. Bu qanaqa haqiqat? Dardimni kimga aytay? Yoshlargami yoki kattalargami? Bizning asosan So'x xalqining maqsadi, bizga eng lozim bo'lgan yagona narsa bu yo'l. Qolgan hammasini o'zimiz bajaramiz, bajaryapmiz. Qirg'izlar behudovora bo'lishmasin, biz o'z yerimizni bermaymiz. Mana Qayroq ham, Lazari ham, mana Exdan kelishgan. Mana fermerlarning o'zi gapirsin. Ushbu devorning orqasida bir necha gektar yer qirg'izlarga o'tib ketdi. Sababi Pardayev degan ana shu iflos odam kelib shu yerdan chegarani chizdirgan. Chegarani 200-300 metr pastroqdan chizdirgan. Qo'rqqanidanmi, pul olibmi, sotibmi, bularni hech kim bilmaydi. Uni o'zigina biladi. Bu kishi yaxshi gaplarni aytdi. Bu gaplarni men adabiy qilib tushuntirib o'tay. Rang ko'r, hol so'r degan naql bor. Vaziyatni o'rganib to'g'ri baho berish kerak. Xalqimiz organ xodimlaridan tortib prezidentimizgacha ichki ishlar xodimlari vaziyatni ko'rib, xalqning ahvolini ko'rib, to'g'ri baho berishlari kerak. Bu yerda hech qanday uchinchi quvvat yo'q. Ana shu xalq oldida. Ularning joni xilqildoyiga kelgan, sabr kosasi to'lgan, ko'rgan og'ir mashaqqatlari ortidan shu darajaga borgan desam xato bo'lmaydi. Birinchidan yo'l ochilgan emas. Hammasi yolg'on. Ikkinchidan So'xga qatnaydigan barcha haydovchilar, bu yerga yuk olib keluvchi har bir haydovchi 3-4 millionlab So'x xalqi joniga tuyib bo'lgan. Yo'limizni ochib bering, suvimizni, bulog'imizni olib bering. Yer sotgan yerlarini qaytarib berishni bo'ldi. Biz boshqa to'xtamaydi So'x xalqi. Urush bo'laveradi. Xalq qo'zisi bo'lib ketdi. Ana xalq. Ana non yo'q, pul yo'q. 91ga kirgan dadam bor. Uyda mana davlatni ko'tarib yotibdi. Banisaga hech nima yo'q, bo'la olmaydi. Nimaga yo'l yo'q? Ochib bersin, yo'limizni qilib bering. Bulog'imizni olib bering. Hokimni kecha kelib Shuhrat G'aniyev deganlari bor ekan. Kelib yo'lda bektaman chirib ketasan deydi. Qayerga chirib ketadi? Nimaga chirib ketadi? Nimaga chiritadi? Xalqni nimaga chirib? Biz O'zbekiston fuqarosimiz. Qo'yma ularni. Qo'yma, yo biz tojik bo'lganimiz uchun bizni chiritadi. Muhtaram prezident, mana shu 2 kundan beri So'x xalqi notinch bo'lib hammasi ko'chaga chiqqan. Chunki 20 yildan beri xalqni ko'zasi to'la bo'ldi. Shuning uchun xalqning yagona talabi mana shu ilgari hokim Tavakkal Rahimov, So'x tuman prioritetniy komissiyasida ishtirok etgan Homidjonov Sarvarlar va boshqa mutaxassislar qirg'izlarga sotgan yerlarimizni qaytarib olishimiz. Hamma shuni talab qiladi. Asosiy maqsadimiz So'xga koridor berish. Boshqa hech narsa emas. So'xga koridor berish, o'zimizga O'zbekistonning moddiy boyligi bo'lgan yerlarimiz, Chashma bulog'imizni qaytarib olish. Uchinchidan, So'x ahvolini shu kunga yetib kelgan ahvolga tushganda birinchi o'rinda sababchi Farg'ona viloyat hokimi. Bu faqat So'xni emas, Farg'ona viloyat xalqini dushmani ekan Shuhrat G'aniyev. Iltimosimiz yana shu, So'xni yerlarini qaytarib berishga yordam bering. Bizga koridorimizni ochib bering. Suv bulog'imizni bizga ochib bering. Talabimiz mana shu, xalqning talabi shu. Janob prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, biz So'x ahli sizga murojaat etamizki, So'x 25-30 yildan beri anklav tumaniga aylanib qolgan. So'xga kelgan hokimlar hammasi o'z manfaatini o'ylab, hammasi o'z uylarini to'ldirib, boyliklarga to'ldirib, So'x ahlini tola-toroj qilib ketyaptilar. Mana kechadagi voqea tarixda bo'lmagan voqea
Suqda sodir bo'ldi. Qirg'izlar hammasi tosh bilan, avtomat bilan chiqib, mana bizni tuman bemorxonamizda, shifoxonamizda hozir 200 taga yaqin odam jarohat olgan, 3 ta 4 ta odam mufojia margni kutib o'tiryapti. Buni kim hal qiladi? Biz prezidentimizga sodiq farzand bo'lib, suvimizni himoya qilishga haqlimiz. Kimga ishonamiz prezident? Kimga ishonamiz? Mana hozir kecha viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev kelib xalqni daydiga chiqarib, ularni ta'na qilib, tahdid qilib, qochib ketdi. Tushirib ketasizlar degan ekan. Bizga kim yo'lni ochib beradi? Suv anklav holatda qolgan. Bir oy bo'libdiki, suvdan o'zida chiqaradigan un mahsuloti yo'q. Biz bolalarimizga nima yediramiz, nima kiydiramiz? Olgan oyliklarimiz, maoshlarimiz yetmayapti. Bir qop un o'zi suvda 150 ga chiqdi. Farg'onadan kelgan bir qop un 200 ga chiqdi. Har kun mahsulot narxlari ko'taryapti. Mahsulot yo'q. Mana suv chashmamizni qirg'izlar o'zlaricha bostirib kiryapti. Bu kattalarimiz o'zlarini cho'ntagini o'ylab, o'zlarini manfaatini o'ylab, har biri kelib, mana Tavakkal Rahimov degan odam edi. Tavakkal Rahimov kelib suv atroflarini sotib, Sarvar Homijonov degan o'z yerfurush, zaminfurush, kuzfurush odamimiz bor. Har kun sotadi. O faqat o'zini o'ylaydi, xalqni o'ylamaydi. Beshta odamimiz o'zi suvda, Qirg'izda zalogda o'tiribdi. Hech kim yordam bermayapti. Armiyamiz mana hech narsaga qodir emas. Armiya hech narsa qilmayapti. Yordam bermayapti. O'zlarimizni haydayapti. Bizni qavmimizni kim yeydi? Biz sizga ishonamiz, siz xalqparvar prezidentsiz, siz kelib ketishingizni sizdan iltimos qilamiz. Muhtaram prezident, bu yerda biz suv ahli yig'ilganmiz. Qirg'iz xalqi bizni toza bezor qilib yubordi. Qachongacha ayting, biz pul to'lab qo'rqib yuramiz. Bizning barchamizni erkaklik g'ururimiz bormi? Mana vazir kelgan. Xalqning ahvolini ko'ring. Militsiya ham, organ xodimlari ham faqat bizga gapiradi, bizni qo'rqitadi. Kim soqol qo'ysa, soqolini oldiradi. Nega hamma jim? Bart bo'laylik. Qamaydigan bo'lsa qamasin, jarimaga tortmoqchi bo'lsa jarimaga tortsin, o'ldirmoqchi bo'lsa o'ldira qolsin, qutulaylik. Qachongacha qo'rqib yuramiz? Qachongacha ana shularning mardkorchiligini qilamiz? Postdan o'tgan har bir kishidan 2-3 milliondan pul olar ekan.